Yana bir bora barchaga bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Bugun uylarda 7 qadam tashlab, shu yerda konsert bor ekan. Bir yayrab dam olib kelaylik, bolalarimizni xursand qilaylik, o'zlarimizdan bir madaniy hordiq chiqaraylik deb kelgan yurtdoshlar. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Xonadoningizda tinchlik bo'lsin. Shunday konsertlar, shunday shodiyonalar tinchligimizning sharofati, osoyishtaligimizning sharofati, tinchligimizga ko'z tegmasligini iloyim. Buni chalaydi. Xudo xolasa endi sovg'alarni chiroyli tarzda topshirib qo'yamiz munosib egalariga. Konsertimizni sovg'alari desa o'tsak, Kichik to'ylarsa orqaga o'tib olamiz endi. Kichik to'ylar o'tib olamiz endi, rahmat. Bolajonlar, rahmat sizlarga. Hozir ochib turamiz, o'rtani ochib turamiz, ha? bolajonlar bizga qarab qo'yarsan, qochib qo'yarsan, Sen ochib turamiz endi. ota-onalar olib turamiz endi farzandlar. Nurbejon, bolalar olib shu tarafga turing. Mana hamma Nurbekni yoniga borsin. Nurbek akasi yonida borlar. Yuramiz. Mana Nurbek akasi ergashinglar. Chiroyli turamiz.